Farzandingiz endi siz bilan dardlashmay qo'ydimi? Buning aybi yoshda emas. Ko'pchilik ota-ona aynan bitta xatoni qiladi va farzandi asta-sekin yopiladi. Men bu videoda sizga farzandni ota-onadan uzoqlashtiradigan 3 ta muhim narsani va uning o'rniga yechimlarni beraman. Birinchisi, men seni yoshingda pul topardim, undoq qilardim, bundoq qilardim deydi. Buni eshitgan farzand o'zini slabiy, kuchsiz his qiladi. Keyingi safar dardini sizga emas, telefoniga aytadi. Ikkinchisi, hozir vaqtim yo'q, keyin gaplashaylik. Siz buni bir marta aytasiz, bola esa boshqa sizga murojaat qilmaydi, eshitmaydi deb hisoblaydi. Uchinchisi va eng og'iri, nega sen falonchini bolasiga o'xshamaysan, falonchi qilgan ishni qilmaysan deb o'z farzandingizni uzoqlashtirasiz. U sizni emas, o'sha falonchini bolasini yomon ko'radi va o'z-o'zidan ishonchi yo'qolib boradi. Bu 3 ta gap o'rniga bitta narsa qiling. Bugun kuning qanday o'tdi deb so'rang va gapini oxirigacha aytmaguncha telefoningizni teskari qo'yib eshiting. Sizchi, siz farzandingizni tinglaysizmi? Bolalarni to'g'ri tarbiyalash bo'yicha eng muhimi siz uchun nima? Kommentariyaga yozib qoldiring. Foydali bo'ldimi? Obuna bo'ling. Sizlarni yaxshi ko'raman.